O'rtoqlar, sizlarga 8 sotuvli 45 ming AQSh dollarga so'rashayotgan yaxshi xonadon topib qo'ydim. Bitta laykni bosib, yaqinlarga tanishlar shuni linkini olib tashab qo'yadigan, Telegramda ulashadigan video bo'ldi, xudo xolasa. Bizga layk bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar bor ekan, obuna bo'lib qo'yinglar. Endi obzorni boshladim. Chiroyli qilib obzor qilaylik. Mana ko'ryapsizlar uyda fasadini. 18 ga 44,5 ekan. Mana ko'chalarni ko'ryapsiz, asfalt qilingan. Asfaltlar ham beton. Pervalda yo'llardagi asfaltlar bor-ku, где-то shunaqa. Gaz, kommunal, svet, hamma narsasi zo'r. Bu yerda 3 xo'z kirib deyshadi. Ya'ni manzilni eslatib o'tay, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani 3 xo'z kirib. Ya'ni hokimiyatdan где-то 2-3 kilometr ichkarida, ya'ni Kirivda sentr joylari. Sentrga где-то 500 metr chiqadi. Mana bu yoq tomonda. Qarang, uyda fasadi ham qanaqa chiroyli qilingan. Endi sekin obzor qilishni boshlaymiz. Mana darvoza xonasi sekin kiryapmiz. Fayzli xonadon. Xullas, narxi ham chiroyli narxida ko'ryapsiz o'zlaringiz ham. Aytadi-yu, davring kelsa, davringni sur deydi. O'shaning uchun vaqtni olib qolish kerak. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli, fayzli bo'lib turibdi. Kelinglar, bu tomondan, bu xonadan boshlab boramiz. Bismillah. Svetini o'chirib qo'yishibdi. Mana. Xullas, qo'limda mana kadastrlari ham turibdi. 8 sotuvli mana. Qarzdorlik hech narsasi yo'q. Toza xonadon. Toza, sotig'i ham toza. Uyda mana aboylarni ham ko'ryapsiz-ku. Aboylarni ham chiroylisidan tanlab qo'yishgan. Yaxshi, remontlari ham yaxshi mana. Ko'ryapsiz mana bu trubalarni ham, atableniyalar ham hammasi yaxshi holatda. Uyda dizaynlari yaxshi, unaqa katta remont bo'lmaydi. Xudo xolasa kelasiz, mazza qilib yashayverasiz. Inshaalloh. Mana qarang, yulduzchalar qilib qo'yishgan. Mana detskiy xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Assalom. Toy. Xo'p, mana ko'ryapsizlar. Zalni ham anchagina katta, mehmonxona ham ko'ryapsiz. Mehmonlaringizni mana shunda kutib olsangiz, qanaqa obro'li bo'ladi. Laykni bosib qo'yinglar. Yana ma'lumot o'rnida shuni aytishim kerakki, Qo'yliq Fusitiga где-то 25-27 kilometr taxminan uzoqlikda. Aniq lokatsiyasini bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Tashab beraman mana spalnisi. Mana quyosh ko'cha tomonga qaragan. Uyda dizaynlari ham ancha yaxshi ko'ryapsizlar-ku. Topli pol qilingan bu yoq tomon. Kelishilsa mebel jihozlarini tashab ketishamiz deyishyapti. Xudo xolasa yaxshi. Hovli polni istiyashga qilingan mana. Kirsiz hovli salqin bo'lib turibdi mana. Mashalloh. Tak, bu yoq tomondagi. Bu yoq tomonda hozir oshxona, bu yoq tomondan sekin boshlayman. Mana kirganingizda bangalar taxlab qo'yishdi. Mana. Endi mana bu tomonda yana bitta xona. Dodamlar bor ekan bu yoqda. Xo'p, bu yo'q ham kladovka qilib ishlashyapti, lekin sanuzel qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Sharoitlari yaxshi. Varrak uchiryapsanmi? Ha. Malades. Xo'p, keyin bu yoq tomonda oshxonasi. Oshxonasi ham lekin juda katta ekan. Mashalloh. Ayollari xizmat qiladigan joyi. Matga divalari qo'yib qo'yishgan, mana ko'ryapsizlar. Shuna mehmonlarda, shuna naryodan qaraysiz. Nechta odam kelgan, shuna sanab olasizda, shunga qarab tayyorlab tayyorgarchigingizni ko'raverasiz ana. Xudo xolasa sharoitlar yaxshi. Mana holni ko'ryapsiz. Shabada shuna qurib turibdi. Hammasi yaxshi. Qarang, hovliga mana rayhonlar ekib qo'yishdi, bu yoq pomidorlar, gullar, hatto chiroyli bo'lib turibdi. Mana hammomlar. Mana topli bo'l narsalari mana bu yoqda. Ko'rasizmi qani? Qanaqa chiroyli hammom tomondan mana. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi inshaalloh. Mana suvlari ham yaxshi. Suvlari mana vodoprovod suvlari. Artizan suvlari ham o'zi olib kelib qo'yishgan ekan turbaga. Yaqin o'rtada kirib qolishi mumkin deyaptilar. Bu yoqda tandir o'choqlar. Non yopib yeyman desangiz, mana tashqarida imkoniyatlar bor. Gullarga ekib qo'yishgan qanday chiroyli. Pomidorlar ekib qo'yishgan naryoga. Daraxtlar qilib, qarang.
yashil zona qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Xudo xolasa kelasiz. Mevalari ham bonusga. Bu yoq tomonda hojatxonasi, mana ko'ryapsiz. Mana bu yoq molxona. Nariyo tovuqxona ishlatishayotgan ekan. Bitta bir 4 ta 5 ta molni boqsa bo'ladigan sharoiti bor. Xudo xolasa. Mana imkoniyatlar yaxshi. Bu orqa eshik. Mana bu yoqdan ariqdan suvlar o'tar ekan. Orqa tomondan. Hozir kimdir suv qo'yayotgan uchun suv ozgina pastroq, lekin ko'rinib turibdiki, suv yaxshigina oqadi bu yerda. Agar o'rdak bo'lsa, qarang, mashqqa tashab qo'ysangiz ham o'rdaklaringizni boqsangiz bo'ladi. Tog'lardan imkoniyatlar sizga. Yaxshi joylardan xudo xolasa. Umumiy 8 sotuvlik. O'sha 18 ga 44,5. Aytganimdek fasadi shunaqa. 45 mingga so'rashyapti. Yana xudo xolasa o'tib beradigan, chiroyli qiladigan, baraka qiladigan joylari bor. Uyda haqiqatan arzon etishyapti. Bosib qoladigan joyi. Kadastr dokumentlar hammasi joyida. Xo'p, Qo'yliq Positiga aytganimda 25-27 kilometr taxminan oliydi. Lokatsiyasi Telegram kanalimga o'tsangiz, aniq lokatsiyalarini o'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Keyin o'zini tuman hokimiyatiga где-то 3 kilometr, 2-3 kilometr где-то uzoqlikda, sentrgacha 500 metr sentrga. U yerda Marvar to'yxona deydimi, magazin, bog'cha, maktab hammasi yaqin joylashgan. Sharoitlar yaxshi joylardan. Manzilni bir marta yana eslatib o'taman. Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani Uchqo'zkirovda Xalqobod MFida joylashgan. Yo'llarni ko'ryapsiz. Qo'shnilar yaxshi. Mayli, uy olma, qo'shni ol deyshadi. Yaxshi joylar, qarang, fayzli joylar. Inshaalloh xudo xolasa, olgan odam ham, sotgan odam ham Alloh barakasini bersin. Like-ni bosib qo'ying. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar shuni obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, bizga motivatsiya bo'ladi. 10 ga bo'lishimiz kerak, yordam beraverasizlar endi. Pastda egalar raqami. O'zlaridan to'g'ridan to'g'ri o'zlariga chiqasizlar. Bemalol murojaat qilib, o'zlari bilan savdolashib, baraka qo'ysanglar bo'ladi. Tepada mana raqam, reklama qilib ketib o'zimnikini. Reklama xizmat kerak bo'lsa, tepada mana raqam o'tga chiqaverasizlar bemalol. 45 ming AQSh dollari so'rashyapti. 8 sotuvli xonadon, 5 xonasi bor. Hamma narsasi zo'r. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Davringiz kelganda davringizni surib qoling. Mashq xonadonni xudo xolasa chiroyli narx qo'yishgan. Olib qolsanglar baraka topasizlar. Like-ni bosib, shuni linkini olib, Telegram kanalida yaqinlarga kimga niyat qilgan bo'lsa, shularga tashab qo'ysangiz, kimdir uy olishiga sababchi bo'lib qolasiz.